Assalamu alaykum, programmamizning ixlosmand ko'ruvchilarga ko'rayotganinglar Ashpaz film ishlash guruhi suratga olgan kunda yangitan programmasi. Mushu munosabatda har qaysinglar bilan ekran orqali yuz ko'rishganligimdan to'liq xursandman. Men programma riyosatchisi Sharvana Musa. Kunda yangitan programmasi har qaysinglar uchun har sonimizda alohida bir taomlarni tanishtirib kelayotgan edik. Mushu sonimizdami o'xshashlar alohida bir taomni tayyorladik. Bu taom zodi qanday taomdi? Buning jarayoniga qiziqsanglar, diqqatinglar davomli ekranimizda bo'lsin. Aziz diyorimizda qurilgan Anfal yemeklik pishiqlab ishlash zavodi tayyorlangan mahsulotlar shubidin xoli bo'lib, xalqimizga tövandagi mahsulotlarni sundu. G'ayri tarkiblar ketilmagan, hayvonot so'ngki aralashtirilmagan Anfal tetib bo'lsin. O'zimizdan qo'lda zabiy qilingan, to'xu kalı go'shi xom material qilingan Anfal to'xu tam tetib bo'lsin. Sap açlıq ve köydürülgen şekerden yasalgan Anfal temmiyi. Hayvanat tükü aralashtirilmagan solyot talasıdan yasalgan Anfal çotkisi. Mahsulatımızda xotirjam iste'mol qilib, sizni shu bedil xoli qilish bizning nishonimiz. Assalomu alaykum Mutalibjon ustam. Va alaykum assalom. Bugungi kunda yangidan programmamizga kelganingizda qizg'in qarshi olamiz. Bugungi programmamizga qanday bir taomning etilish jarayonini tanishtirib o'tmoqchisiz? Men bugungi programmaga qurg'oq ochiq qo'rilgan samovar qo'rimizini tanishtirib o'tmoqchi. Va nimaga yaxshi? Men qurg'oq qo'rilgan samovar qo'rimizga bakla amroq mening do'stlarim ham shundaq. Undaqda bugungi programmadagi mushu tanishtirib o'tmoqchi bo'lgan taomga ketadigan xam materiallarni bir tanishtirib o'tsangiz bo'ladimi? Bo'ladi. Buning materiali temir tirpi, go'sht, o'pka, bosh yugurisi, qiza, mayliq yesilak, ko'kmoch, qariq quloq, gumbumadak, rak, baranga, tatliq yong'yu, yer yanqi qatorliqlar. Mushularmi? Buningga yana o'zimizning ehtiyoji bo'yicha yana o'zimiz yaxshi ko'rgan ko'ktatlardan, xam materiallardan qo'shsakmi bo'lamdi? Bo'ladi, o'zingiz yoqtirgan ko'ktat turlari va go'sht turlarini qo'shib, mush usulda qo'risangiz yoki iste'mol qilsangiz bo'ladi. Undaqda bugungi programmadagi mushu tanishtirib o'tmoqchi bo'lgan taomga ketadigan tam qo'rishlarini bir tanishtirib o'tamsiz. Bo'ldi. Buning tam qo'rishlari samsaq, zanjivil, ho'l piyoz, ko'k piyoz, tetitqullari, tuz, tetitqu, to'xtam javhari, oq shakar, kavovchin, qoqmuch, kunjut, yog'much qiyomi. Mushularmi? Mutalibjon ustam, qurg'oq qo'rilgan samovar qo'rimizga ketadigan xam materiallar, shunaqla tam qo'rishlari bilan tanishib o'tdik. Endi qo'rishni boshlasak bo'lamdi? Yo'q, hozir go'sht ko'ktatlarni to'g'rab tayyor qilamiz. Endi hozir go'shtni to'g'rab boshlaymiz. Go'shtni yo'qlab to'g'raymiz. Yalpaqlab to'g'ramdiq? Yalpaqlab to'g'raymiz. O'pkini to'g'rab oldik. O'pkini yalpaqlab to'g'ramdiq? Endi yurakni azroq pishish uchun qo'siq tarafni azroq yeritamiz. Masalan, bu o'pka deymiz, go'sht deymiz, mushuning o'rniga boshqa materiallarni ishlatsak bo'ladi. Masalan, uy qushlari, to'qi go'shti, o'rdak go'shti yoki beliq go'shti degandek boshqa go'shtlarni aralashtirsak bo'lamdi? Bo'ldi. Qizni shunday yalpaqlab to'g'ramdiq? Ya, qizni to'rtchas to'g'raymiz. Shu bo'lar shaklda. Qizni o'pkani yerib, shu bo'lar shaklda to'g'rasak bo'ldi. Ko'rkam chiqadi ekan. Endi ko'ktatlarni to'g'rab tayyor qilamiz. Ammo xamir tirpini yo'qlaqqa to'g'raymiz. Mayliq yeselakning o'rniga masalan palak, karabsha yoki katran degandek boshqa ko'ktatlarni qo'shsakmi bo'lamdi? Bo'ldi. Unda pomidorni-chi? Yo'q, pomidor qo'shsak bo'lmaydi, chunki bu quraq qo'rilgan qo'rim bo'lganligi uchun. Suv ichib qolganda? Tushundim. Endi barangni to'g'rab oldik. Barangni yo'qlab to'g'raymiz. Yana o'xshash usuldami? Chunki asayani go'sht maslahatlar uchun. Agarda bunda qilishni yoqtirmasa, tiyoq qilib to'g'risi bo'ldi. Qalamchi qilibmi? Endi tatliqni barangni o'xshash to'g'rab olamiz. Buni yalpaqlab to'g'ramdiq. Qurg'oq qo'rilgan samovar qo'rimizga
go'sht turidan, shundaqla ko'ktatlardan o'zimiz xalagan, yaxshi ko'radigan turlarni aralashtirib qo'ysakmi bo'ladi ekanda? Ha, bo'ldi. Zencevil va samsaqlarni mushundaq to'g'ramdiq yoki buni ushoq to'g'risaqmi bo'lamdi? Bo'ldi, o'sha to'g'risoq shunday yaxshi. Materiallarni bir-bir to'g'rab bo'ldi, endi qo'ysak bo'ldi. Maxsus tantud qismi bo'lgan qiyam yog'mishni tayyor olamiz. Ha. Buni qanday tayyorlaymiz? Bunga qo'shib may qo'yib, mayda samsak, zencevil, qo'l piyoz, kavachin, qoqmush, ani qo'rib. Malani qo'rib tayyor qilganmizda. Qozon may qo'yamni qundaqda? May qo'yamiz. Yarim cho'mich may qo'ysak bo'ldi. Yetarli bo'ldimi? Bo'ldi. Kunda yangidan programmamizni ehson yaqinchiligi yurishlik maylari bilan, shundaqla qaydo sherikti yurishlik tam tetqiqlar bilan ta'minladi programmamizni qo'llagan o'rlarga alohida rahmatimizni bildiramiz. Mayma herhalde kızıp kaptı. Evden başlar. Kava için bunu bırak alalım. Avval kava için salamdiq. Bunun kendinden kapması salamaz. Başlasın piyazını saldım. Ha. Bunun kendinden samsaklı saldım. Bundan zencevili saldım. Sonradan bildiğim. Kaydı kızılmış yani. Qizilmish qiyam salamdiq. Kıyamızın bir koşu saldım. Bir qo'shiq. Sonra Bu piyazdan bularni qanchalik qo'rimiz, sarg'ayg'ich qo'rimdiq yoki quruq chiqchi qo'rimdiq? Kurak çıktı. Kurak çıkan gibi azrak sökeyimiz, sökeyimiz, su azrak kaynagan için adamların tabi tercihleri, ölçekli olan araratı yağlı yapaydı. Önce azrak sokuyor, azrak soğuran, çık koş su olsa. Ish qo'shib ham qilamdiq buni. Bunaqa bu suv qo'yishdagi maqsadimiz qo'ysak parg'ayilinib yana tugab ketadi ekan-ku, so'mash qurishlarning ta'mini texnik yaxshi chiqarish uchunmi? Korumuşun kıyamı tayyor bulup kaptı, bunu eritip Qachig'a yetdingizmi? Emce bununla göçten yadını dağılap ötküz olamaz, göçtürkten yani. Ha, go'shtdiklarni maydan o'tkazamdiq. Asas pişir olamaz geç. Ha, tushundim. Mayni olay. 3 miqdorda may qo'yamiz. 3 cho'mich. Yetarli bo'ldi ya. Yeterli bo'ldi. Endi may qizgandan keyin tekshirib yağdan dağılap ötküzüp pişir olamiz. Maymi qizib qopti, endi go'shtlarni sevib. Mayning qiziqarligini qanday bilamiz? Qo'limizni qapasak, qiziq hararat urildi. Xuddi qo'limiz kuydigandek. Ha, his qildim. Endi go'shtni sevib bu endi gango bo'lganlik uchun mana qatlamni tashlab tushirib beradilar. Tatyan yu barangima. Ma sana bir yo'qotib Ha. Odatda, masalan, uyda qo'rg'a vaqtda go'shtning keyindan ham churuk ham yeyishlik bo'lsin deb tuz selib etamiz. Mana keyindan tuz solmaymizmi, solmaymizmi? yo'q, bu yog'ning dağılganligi uchun bunu kesamaymiz. Qo'rimni qo'rg'a vaqtda qo'rg'a qavaqsimiz. Mana faqat yog'ni dağılab pishiramiz. Ha, tushundim. Qanchalik vaqt dag'lasak bo'ladi? Odatda shu barangini go'sht pishib bo'ldi. Barangini bunday qilib olsak, chunki o'tib o'tsa, o'sib pishgan bo'ladi. Ma'lum darajada pishgandan keyin yoki sarg'ayg'icha degandekmi? Sarg'ayt o'tmaymiz aqchani. Endi marak solamiz. Marak asal pishirganlik uchun bo'ldi, tasaq qo'yib.
Hem süzsek bo'lamdi. Süzsek bo'ldi. Ayladim qo'rg'a vaqtda mush darajada sarg'aytsak bo'lamdi. To'g'ri. Endi men go'shtirdim, yerda o'ynash qilib o'tirishlik bir masala va men o'tga pishiq material olganlik uchun buni yoqsam bo'ldi. Qo'rg'a vaqtida desak bo'ldi. Qorish jarayonida salamdiq. Endi ko'katlarni suvga o'tkazib pishirib olamiz. Ko'katlarni suvda pishirdik emizda. Endi qozonga suv qo'yamdiq. Qozonga 4 cho'mich miqdorida suv qo'yib, ko'katlarni pishirib olamiz. Bo'ladi savol. Mushu yetarlik bo'ldimi? Bo'ldi, yetarli bo'ldi. Suvni qaynab qopti. Endi ko'katlarni salamizmi? Ko'katlarni qasab bo'ldi. Ko'katlarni rattatib bo'y solsak bo'lmaydi. Ko'katlarni. Avval qaysini salamiz? Avval gummadakni solamiz. Gummadak ta'sirga pishiradi. Nima uchun? Chunki bu boshqalar, masalan, to'kmoch, ma'murni odatda xomigi bo'ldi. Ha, qara qayrin quloq qatorliqlarni. Ha. Shuni uni boshida u bizdan qaynagandan keyin mayda izlaydi solamiz. Endi ko'kmochdan boshqani salsak bo'ldi. Ko'kmochdan boshqalarni? Ko'kmochni solmaymiz. Ko'kmochni qoriydiga vaqt solamiz. Ha. Mana mashi yursin bo'ldi. Mashi yursin suv salamdiq. Buncha qanchalik qaynatamiz? 3 minutdan 5 minutga. Ko'katlar masalan pishib qopti. Bunda suvsiz bo'ldi. Ko'katlarni pishirib tayyor qilib oldik. Endi rasmiy qorishni boshlab ketamdiq. Boshlasak bo'ldi. Endi bunga yarim chumchuq atrofida may qilib olamiz. May qo'yamdiq. O'sha yetarli bo'ldimi? Endi qorishni boshlasak bo'ldi. Ha. Dastlab tayyorlab olgan quruq qozon qo'rimizninki yog'mush qiyamni qozonga to'gib. Avval aqmaslab tayyorlab olgan tetquni qo'ydik ekanmiz-da. Qozonga to'gib. Endi go'sht Mayda o'tkazib olgan go'shtlarni salamizmi? O'pka qaydi qatorliqlarni bir aqli sevtamdiq. Shundoq mezlik puroq chiqdi. Buni qancha vaqt atrofida qo'yamiz? Buni shundan boshiga atrofga qo'rg'animiz uchun qancha qilamiz. Endi buni safar bo'ldi. Qanday qilurdim? Qaysilarini solamiz avval? Bunga tuzli bir bal qo'shib. Tezqudin bir bal. To'xtam javhar ketishdan yarim bal qilamiz. Yarim qo'shiq. Oqshakardan bir qo'shiq. Shakarmi solamdiq? Shakar sog'lig'imizda bu qo'rilma asosdagi ochiqlik uchun mana bir xil o'zishdan chiqadi. Endi biroz qo'rg'andan keyin yog'much qiyamidin bir qo'shib solamiz. Ashu yetarlikmi? Yetarli. Asosan pishibmi qoldimi? Nima jeb mezlik qurib ketdik. Hozirda bak pishib qoldi. Endi bu yerda menda bir o'stirishni qilib ko'rsam. Ha.
Bu asas kurak kazan forması bolgan ki asası bunga su koymaydı. Lakin gayet sımal turumuz belki yağlık bolsa işini yaptırmaydı. Yaptırmağa evalasına yarım kilo etrafı su koyup Muvaffaq miqdarda suv quymiz ha, azroq. azırak su koyup bizden korup tutsak ve iştahın bolgan için altına alıyoruz. Ha, bu mu yaxshi suv ekan? Endi juda tetik qo'llardan yana qaysilarini solamiz yoki mushular bo'ldimi? Isıkların boluyoruz. Hem de korumuzun mataya buldu, hem de kaçağa usuydu. Bo'ldi. Qurg'oq qo'rilgan samovar qo'rimisining mezlik purug'i ishtini rostla bekda ichib ekan jo'mu. Bekda o'xshaganda qiladi. Rasulbek o'xshatdi. Hem de bunun tepege ma yarı yan kadar rahat koyuyoruz. Ma bu maylık bağlılık için, ma bu ısık neydi o? Yer yanqimi? Ha. Ben bileyim ma bu köp yazdım, rahat koymak. Ben ma küncüttüm. Tata. Bu qurg'oq qozon samovar qo'rimisining mezlik purug'i faqat taqat qilib turaman. Birini tetib baqsam bo'lamdi. Rasulbek o'xshatdi. Mana qisqagina vaqtning ichida shunchalik o'xshagan qurg'oq qozon samovar qo'rimisini tayyor qilib oldik. Mushu qurg'oq qozon samovar qo'rimisining etilish usulini tunishtirib qo'yganligingiz uchun kunda yangi ta'm programmasidagi barliq xodimlar nomidan sizga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Rahmat sizga. Sizlerin köp rahmet. Vaqt munosabati bilan bugungi kunda yangidan programmamiz oxirlashib qopti. Ishonamizki, kunda yangi ta'm programmasi dangliq ustamlarning qo'li orqali sizga eng yuqori mahoratlarni ko'z oldingizda namoyon qilg'usi, shundaqla dasturxoningizga texmo rangbar tus qo'shqisi. Texmo ko'p shundaqla texmo yangi tamoqlarning etilish usuliga qiziqamsiz, undaqda oshpaz to'rimizga marhamat qiling. To'r adresimiz 3w.chekit.com. Riyasatchi do'stlar Sharvana Musa bilan kunda yangi ta'm programmasidagi barliq xodimlar sizlar uchun har qatimda yana o'xshashlar sarxil eng yangi mazmunlarni sizlarga tayyorlash uchun xizmatda bo'ladi. Undaqda programmamizning keyingi sonlariga diqqatinglarni og'dirishni unutib qolmaysizlar. Keyingi son programmamizni ko'rishaylik. Xayr xo'sh.